ba'zi narsalarga tushunmayman-da. Telefon qilishadi. Ustamisan? Ha, ustaman. Sen ishim bor edi, qilib berasanmi dedi. Borasan. Nech puldan qilyapsan? Ha, manonchadan qilyapman. Sal kelishtirmaysanmi dedi. Hop, nech pul qilib bersan? 5 ming, 10 ming o'tib bergan kvadratidan dedi. Aytdi, dogovor qilasan, 5 ming, 10 ming o'tib berasan, 5 chi tashiysan, ishiga tushasan. Obyektni bitirib, topshirib, puliga kelganda nima dedim? Ha, usta jichcha-picha o'tib bermaysanmi endi? Ha, boshda dogovor qildik-ku, o'sha o'tib beradigan summani boshda tushib berdim. Mana shunchadan. Desa, endi hamma narsaning xayri bo'ladi-ku dedi. Ha, o'sha xayrni shu obyektni egasi qilsa bo'lmaydimi? Ustalar issiqda ishlayapsizlar. Ya sovuqda ishlayapsan, sovuq o'tib ketdi deb shu ozgina qo'shib bersa ustaga. U xayr bo'lmaydimi? Umuman usta xayr qilish kerak. Ham ishlab issiqda, ham sovuqda ishlab, ham boshda dogovordan tushib berib, qilayotgan narxidan 5 ming, 10 ming tushib berib, yana shu usta xayr qilish kerak ekanda. U usta qachon ko'karib, qachon boy bo'ladi?